Assalomu alaykum barchaga. Ko'pchilikka va'da berilgan darsligimizni boshlab bo'ldik. Asosan sizlarga demak taqdim etiladigan darsliklar ikkita qismdan iborat bo'ladi. Birinchi qismda sizlar bilan imkon qadar nazariy bilimlarni ko'rib o'tamiz va ikkinchi qismda aynan bozor holatida va bozorda hattoki savdo jarayonlarida ham aynan o'sha sizlarga tushuntirilayotgan ma'lumotlarni qanday qo'llash bo'yicha ham bir qancha demak tavsiyalar etiladi. Darsimizning birinchi qismi demak bugun joylandi. Ikkinchi qismi esa haftaning, ya'ni keyingi haftaning oxirlarida juma yoki shanbalar atrofida joylanadi. Undan tashqari bizda hafta davomida haftaning boshida dushanba va seshanbalar atrofida bozor tahlili joylanadi. Agarda qaysi bozor tahlilini yoki qaysidir juftliklarning tahlillari sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shu pastda qoldirilgan silkalar orqali Telegram sahifamizga kirib, demak o'sha juftliklaringizni demak belgilab ketishingiz mumkin. Aynan o'sha siz tanlagan juftliklarning tahlillarini demak kanalda joylaymiz. Undan tashqari aynan haftaning oralarida, ya'ni chorshanba yoki payshanbalar atrofida trading psixologiyasi bo'yicha yoki iqtisodiyot bo'yicha yana bir demak mana shu kanalda kontent taqdim etiladi va hafta oxirida sizlarga aytilgan o'sha darsliklarimiz taqdim etish boshlanadi. Endi bir nuqtani demak tushunib olishingiz kerak. Savdolarda ko'pchilikda bo'ladigan va ko'pchilik to'g'ri e'tiborga olmaydigan yoki to'g'ri inobatga olmaydigan bir qancha demak faktorlar bor. O'sha faktorlar haqida suhbat olib boramiz. Ko'pchilik demak qaysi nuqtalardan savdo bitimlarini ochishni va qaysi nuqtalarda stop losslarni joylashni va undan tashqari qaysi nuqtalarda take profitlarni joylash bo'yicha demak tushunchalarga to'g'ri ega emas, ya'ni tushunchalari bor. Qayerdan kirish, stop lossni joylash yoki take profitlarni joylashni biladi, lekin qanday to'g'ri joylash va nimalarga asosan to'g'ri e'tibor qaratish kerak ekanligi haqida umuman tushunchaga ega emas. Endi bugun sizlar bilan imkon qadar mana shu 3 ta mavzuga demak chuqurroq misolda demak yondashamiz va bugun sizlarga ko'rsatib beraman. Demak, nazariy qismda ko'rib o'tasizlarki, qaysi nuqtalarda stop losslarni joylash to'g'ri bo'ladi, qaysi nuqtalarda take profitlarni joylash aslida to'g'ri bo'lishini va imkon qadar entry nuqtalarida asosan nimalarga e'tibor bersangiz agar anchagina demak natijangiz yaxshilanishi mumkin, shular haqida suhbat olib boramiz. Endi entry masalalariga to'xtaladigan bo'lsak, entry modellari juda ham o'zi aslida ko'pchilik masalan biladiganlari bu order flow nuqtalari yoki ko'pchilik biladigan supply va demand nuqtalar, undan tashqari order block nuqtalari, breaker bloklar, undan tashqari mitigation bloklari mavjud yoki masalan ko'pchilik biladigan o'sha FVG nuqtalari mavjud. Mana shu nuqtalar asosan demak kirish nuqtalari sanaladi. Bu mavzularga ham to'xtalamiz va bu mavzularda, ya'ni kirish nuqtalaridan oldin to'xtaydigan yana bir demak omil mavjud. O'sha omilni ham hozir birin-ketin ko'rsatib o'taman. Demak, birinchi nuqtada demak nima to'xtaydi, shular haqida ham suhbat olib boramiz. Endi keyingi to'xtalishimiz kerak bo'lgan nuqta bu asosan stop loss va savdolaringiz jarayonida bitta nuqta hech qachon yodingizdan chiqmasin. Siz savdolarda stop losslarni va take profitlarni joylaysiz va stop losslarni joylaydigan o'ziga yarasha nuqtalar bor. O'sha nuqtalarni ham bugungi darsimizda ko'rsatib o'taman va e'tibor qaratasiz. Stop losslar yodingizdan chiqmasin, bozorning faqat va faqat kuchli nuqtalarga joylanadi. Ya'ni savdolar jarayonida yodingizdan chiqmasin, bozordagi faqat va faqat kuchli nuqtalarga stop losslarni joylasangiz, sizdagi savdolaringizda endi ko'pchilikda bo'ladigan asosiy nuqta nimadan iborat? Savdo keldi deydi. Masalan, mana shu nuqtalardan savdo bitimlarini ochgan va mana bu nuqtalarda stop losslar bo'lsa, stopini olib aytaylik, keyin mana aytayotgan harakatlarga qarab harakatlandi degan ma'lumotlarni ko'p eshitamiz. Nima uchun deganda, ya'ni mana bu holatga nima uchun duch kelasiz? Asosiy sababi siz stop lossingizni to'g'ri nuqtalarga joylamaganligingiz bo'ladi. Ya'ni kuchli nuqtalarga joylamagansiz va bugungi darsimizda aynan mana shu kuchli nuqtalardan qanday to'g'ri foydalanish bo'yicha ham bir qancha ma'lumotlar beriladi. Keyingi nuqtada aynan ko'pchilikda aytaylik, qayerdan kirish nuqtalari mavjud va qaysi nuqtalarda savdolarni, ya'ni to'xtatish yoki stop losslarni joylash haqida tushuncha mavjud. Keyingisi qaysi vaziyatlarda demak take profitlarni joylashimiz kerak degan savollaringizga ikkitagina javob mavjud. U ham bo'lsa aynan entry modellariga kiradigan FVG modellari, undan tashqari yoki imbalans modellari va undan tashqari bozordagi likvidliklar mavjud. Mana shu ikkita modelni agarda bir-biriga to'g'ri ulasangiz, agar to'g'ri e'tibor qaratib bilsangiz agar, asosan mana shu ikkalasi siz uchun demak aynan take profitlarni joylash uchun asosiy demak trigger sifatida demak xizmat qiladi. Keyingi suhbatlashiladigan nuqta aynan mana shu yerdagi mavzularning eng yuqorisida to'xtaydigan va birinchi raqamlisi bu aynan yodingizdan chiqmasligi kerak. Bu aynan bozordagi
trend hisoblanadi. Ya'ni bozor tendensiyasi likvidliklardan ham, imbalanslardan ham, qanaqandir kirish nuqtalaridan ham, qanaqandir aytaylik patternlardan ham hammasidan ustun to'xtaydigan narsa bu bozordagi trend hisoblanadi. Trend va bozordagi kuchli va kuchsiz nuqtalarni to'g'ri aniqlab bilsangiz agar bo'ldi. Qolgan vaziyatlarda imkon qadar yodingizdan chiqmasin, bemalol o'sha tendensiyasi bo'ylab savdo bitimlarini ochish aniq, qaysi nuqtalarda stop losslarni joylash aniq, qaysi nuqtalarda take profitlarni joylash aniq. Ko'pchilikdan mana shu aytaylik trilemani deylik, uchlikni qanday to'g'ri shakllantirishni bilmaganligi sababli ko'pchilik demak savdolarda ko'p demak zararlarda yoki qanaqandir ishonchsizliklarga demak olib kelishi mumkin. Endi asosan trend va mana shu mavzularni bir-biriga ulagan holatda bir qancha demak ma'lumotlarimizni ko'rib o'tamiz. E'tibor qaratasiz. Aytaylik, bizda o'suvchan harakatlar shakllanmoqda. O'suvchan harakatlar vaziyatida bitta nuqtaga e'tibor qaratishingiz kerak. Imkon qadar siz savdo bitimlarini ochishingiz mumkin bo'lgan nuqtalarda ikkita nuqta bo'lishi imkon qadar anchagina, ya'ni sizning savdolaringizning sifatini oshiradi. U ham bo'lsa bozordagi asosan likvidliklarning yechilishi va bo'lishi mumkin bozordagi qanaqandir imbalans nuqtalarining to'ldirilishi hisoblanadi. Nima uchun aynan bu ikkalasini sanab o'tayotganligimni tushuntirib beraman. Asosiy sababi bozor mana shu ikkita narsa uchun harakatlanadi. Birinchisi likvidlik uchun, ikkinchisi mana shu imbalanslar uchun yoki mana shu bo'shliqlar uchun harakat qiladi. Mana shu to'g'ri bo'shliqlarni aniqlab bilsangiz, qayerda to'g'ri likvidliklar borligini to'g'ri aniqlab bilsangiz agar bo'ldi. Qolgan nuqtalarda tendensiyasi bo'ylab savdo bitimlarini ochib borishning o'zi siz uchun demak kifoya bo'ladi. Endi aytaylik, mana shu vaziyatlarda narx mana bu diapazonda qanaqandir bo'lishi mumkin. FVG nuqtalarini bo'lishi mumkin, qanaqandir likvidliklarni yechdi va qaysidir vaziyatlarda demak bozor bizda qaytish nuqtalarini shakllantirdi. Qaytish nuqtalarini shakllantirgandan so'ng bu bo'lishi mumkin aytaylik tashqi harakatdagi, ya'ni mana bu nuqta tashqi harakatdagi bo'lishi mumkin. Kuchli va kuchsiz nuqtalar bo'lishi mumkin. Bu vaziyat bo'lishi mumkin, ichki harakatlar bo'lishi ham mumkin. Ya'ni buning umuman ahamiyati mavjud emas. Tashqi bo'lsa ham, ichki bo'lsa ham qilinadigan vaziyat bir xil va ya'ni bularning asosiy farqi nimada? Asosiy farqi tashqida stop losslaringiz va take profitlaringiz katta bo'ladi va savdolarni juda ham ko'p kutishingiz kerak bo'ladi. Agarda ichki harakatlarni to'g'ri belgilab bilsangiz agar, sizdagi stop losslar kichkina va take profitlar kattaroq va savdolaringizni ishlash ehtimolligi va tezroq yopilish ehtimolligi juda ham baland bo'ladi. Endi aytaylik, narx keldi bizda mana bu nuqtalarda qanaqandir likvidliklarni aytaylik yechganidan so'ng, ya'ni aytaylik qanaqandir likvidliklar yechildi va likvidliklar yechilganidan so'ng aytaylik bizda narx qaytish nuqtalarini ko'rsatdi. Bu bo'lishi mumkin qanaqandir inducement nuqtalari, bu bo'lishi mumkin qanaqandir choch nuqtalar. Farqi yo'q. Buzib o'tilganidan keyin aytaylik narx bizda impulsiv harakatlarda, ya'ni mana bunaqangi tushuvchan harakatlardan so'ng tabiiyki ko'pchilik biladi, mana bu nuqtalarda qanaqandir imbalans nuqtalarini qoldirishi mumkin yoki qanaqandir mana bu nuqtalarda qoldirilgan masalan blok nuqtalari yoki order flow nuqtalari bo'lishi mumkin yoki mana bu nuqtalarda shakllangan qanaqandir breaker blok nuqtalari ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bitta nuqtani yodingizdan chiqarmang. Savdolar jarayonida qanaqandir patternlar, qanaqandir nima deydi? Strategiyalar muhim emas. Bittagina nuqta bor, u ham bo'lsa o'zingizni demak aqliy tomonlama va ruhiy tomonlama tayyorlab bilsangiz bo'ldi. Ya'ni savdolarda mana shu narsaning o'zi kifoya bo'ladi. Ya'ni bu yerda ma'lumot unchalik ham ko'p emas. O'zingiz biladigan oddiygina trendni, imbalanslarning va likvidliklarning to'g'ri shakllanishini tushunsangiz agar bo'ldi. Qolgan 80-90% masalalar ishoninglar mana shu psixologiyaning o'zi bilan bitadi. Psixologiyaning o'zi bilan demak bitadigan vaziyatlar hisoblanadi. Endi aytaylik, narx bizda tushuvchan harakatlarni shakllantirgandan so'ng, impulsiv harakatdan so'ng narx korreksion harakatlarda aytaylik bizdagi mana bu imbalans nuqtalarimizgacha yetib keldi. Imbalans nuqtamizga yetib kelganidan so'ng, xohlasangiz agar mana shu imbalansning o'zidan yoki mana bu yerdagi breaker blok nuqtalardan mana shu harakatda shakllanayotgan istalgan poy nuqtalardan, kirish nuqtalaridan savdo bitimlarini ochish mumkin. Va savdo bitimlari ochilganidan keyin, ya'ni bu nuqtadan savdo bitimlari ochildi va sizlarga aytdimki, stop losslar, ya'ni 3 ta fazadan iborat. Birinchisi demak bu entry, ikkinchisi demak bu stop losslar dedim, uchinchisi esa aynan take profitlar bo'ladi. Va bulardan oldin to'xtaydigan nuqta bu aynan trend hisoblanadi dedim. Ya'ni bu birinchi raqamli, aytaylik yangisi bu 2,
3-chi va aytaylik 4-chi raqamli nuqtalar. Birinchisi bizda trend o'suvchandan tushuvchanga o'zgardi. Demak, birinchi nuqta bizda mavjud. Ikkinchisi demak entry qilish. Entry qilish uchun aytaylik bizda kirish nuqtalari ham shakllandi bozorda. Keyingi nuqtada aytaylik kirganimizdan so'ng stop losslarni joylashimiz kerak. Stop losslarni yuqorida aytdim sizlarga, bozorning kuchli nuqtalarida joylanadi. Agarda kuchli nuqtalarga joylayotgan bo'lsangiz va aytaylik shu vaziyatlarda yana kelib stop losslaringizni olayotgan bo'lsa, bemalol demak stop losslarni aynan mana shu kuchli nuqtaning o'zida emas, yuqoriroqda joylasangiz ham o'zi aslida xato bo'lmaydi. Tushunarli? Endi mana shu vaziyatlarda demak mana bu yuqori nuqtalarda stop losslarni joyladik va 3-fazadan keyin 4-faza yetib keladi. 4-faza bu demak aynan likvidliklar va imbalans nuqtalariga demak take profitlarning joylanishi bo'yicha demak ma'lumotlar berilgan edi. Endi bizda demak aynan mana bu minimum nuqtalarda qanaqandir demak likvidliklar shakllangan. Undan tashqari narx demak mana bu nuqtalarda qanaqandir demak imbalans nuqtalarini ham demak bizda shakllantirgan va aytaylik mana bu pastki nuqtalarda yana bizda demak likvidliklar mavjud. Va narx bizda mana shu kirish nuqtamizga kelgandan so'ng kirish nuqtamiz aniq, take profitlarni joylaydigan nuqtalarimiz mana bu yerdagi likvidliklar bo'ladi va mana bu nuqtalarda shakllanayotgan imbalans nuqtalar yana biz uchun demak take profit sifatida va undan tashqari mana bu yerdagi likvidliklar ham aynan keyingi take profitlar sifatida aynan demak vazifasini yoki o'z hissasini qo'shadi. Mana shu nuqtalardan kirib stop losslarni joylab va tendensiyasi bo'ylab savdo bitimlarini ochish anchagina demak sizga effekt beradi. Imkon qadar tendensiyaga e'tibor qaratsangiz bo'ldi. Tendensiya bo'ylab savdo qilish sizni faqat va faqat demak ya'ni daromadga olib chiqaveradi. Undan tashqari bir qancha demak o'ziga yarasha ular bor, nima deydi? Patternlar mavjud. Mana shu vaziyatlarda qanaqangi holatlar shakllansa, aytaylik, yana savdo bitimlarini ochish yoki shunaqangi nuqtalar bor. Mana shu vaziyatlarning atrofida demak qanaqandir yana bir kirish nuqtalari shakllanadi va o'sha vaziyatlarda ham demak ishoninglar, savdo pozitsiyalarini ochib yana tendensiyasi bo'ylab savdo qilish mumkin. Oddiy bu holat demak bizda tushuvchan tendensiya bo'ylab savdo qilish bo'lsa, o'suvchan tendensiyada ham xuddi shunaqangi savdo amaliyotlarini aytaylik bajara berasizlar. Tushunarli? Ya'ni tushuning, mana shu amallarni o'zini bajarishning o'zi ham siz uchun yetib o'rtada o'zi asli. Faqat bittagina nuqta qoladi, u ham bo'lsa, faqat va faqat psixologik tomonlama tayyor bo'lsangiz bo'ldi. Bu yerda unaqangi qanaqandir nima deydi, fantastik strategiyalar yoki fantastik qanaqandir ma'lumotlar mavjud emas. Endi aytaylik, mana shu ma'lumotlarni imkon qadar bozorning o'suvchan tendensiyalarida ham ko'rsatib berishga harakat qilaman. Endi aytaylik, bizda narx tushuvchan harakatlarni shakllantirmoqda va tushuvchan harakatlari bilan narx bizda keyingi nuqtalarda qaytish nuqtalarini shakllantirdi. Bu bo'lishi mumkin bozorning ichki harakatlari yoki tashqi harakatlari. Buzib o'tildi. Buzib o'tilganidan so'ng aytaylik narx bizda kelib mana bu nuqtalarda qanaqandir imbalans nuqtalarimizni yoki qanaqandir likvidliklarimizni yechganidan so'ng aytaylik narx bizda qaytish nuqtalarini shakllantirdi. Bu bo'lishi mumkin. Indumentlar bu bo'lishi mumkin. Choch nuqtalar yoki bos nuqtalar farqi yo'q. Endi bizda narx demak qaytish nuqtalarini ko'rsatgandan so'ng narx agressiv ravishda o'sdi va aytaylik mana bu nuqtalarda demak bir qancha FVG nuqtalari yoki qanaqandir POI nuqtalar shakllanishni boshladi. Va shu vaziyatlarda narx demak bizga yetib kelishni boshlashi bilan shu nuqtalardan entry qilish boshlanadi. Ya'ni etap nimadan iborat edi? Birinchi nuqtada demak bu trend, ya'ni trendni to'g'ri aniqlash kerak. Trendni to'g'ri aniqladik, trend o'suvchanga o'zgardi va aytaylik keyingi nuqtada bu entry modellari yoki entry qilish uchun ya'ni kirish nuqtalarini topish kerak. Kirish nuqtalari topildi. Undan keyin 3-nuqta qaysi nuqtalarda stop losslarni joylaymiz. Stop losslar o'sha bozorning demak kuchli nuqtalarida joylanadi. Demak, kuchli nuqta bu vaziyatda aynan mana bu bozorning pastki minimum nuqtalari hisoblanadi. Va keyingi nuqtada aynan bozordagi take profitlar qaysi nuqtalarda joylanishini ham demak o'ylab olish kerak. Take profitlarni aytdim. Aynan FVG nuqtalar yoki likvidliklarga qarab turib tortilishi shart bo'ladi. Aytaylik, kirish nuqta mavjud. Stop losslar mana shu bozorning pastki minimum nuqtalarida joylandi. Keyingi nuqtalarda mana bu maksimum nuqtalar va mana bu yerdagi teng bo'lgan maksimum nuqtalar aytaylik bizda likvidliklar va undan tashqari mana bu yuqori nuqtalarda qanaqandir imbalans yoki FVG nuqtalari shakllangan bo'lsa, shu nuqtalarga qarab turib bemalol targetlarimizni tortib buy savdo bitimlarini ochishimiz mumkin bo'ladi. Va aytaylik, bozor ba'zi bir xil o'rinlarda narx agressiv o'suvchan harakatlarni shakllantirib, qanaqandir yana bir kirish nuqtalarini shakllantirsa, tendensiyasi bo'ylab yana savdo bitimlarimizni ochib borishimiz mumkin. Bugungi darsimizda sizlarga demak faqat va faqat FVG va likvidliklarning shakllanishini ko'rsatib berdim. Agarda mana shu videolarimiz
agarda 10 mingtadan 20 mingtagacha aytaylik, nima deydi, prosmotr oladigan bo'lsa, aynan sizlarga FBGlardan tashqari yana boshqa xil kirish nuqtalari mavjud. O'sha kirish nuqtalarini ham asta-sekinlik bilan sizlarga demak taqdim etish boshlanadi. Endi agarda sizlarga aytaylik mana shu ma'lumotlar yoqqan bo'lsa, demak o'z layklaringiz bilan bizni qo'llab-quvvatlang. Kommentariyalarda fikrlaringizni bildiring. Har bir kommentariyaga shaxsan o'zim tomonidan demak fikrlar bildiriladi. O'zim javob beraman. Mendan tashqari birov boshqa kishi javob bermaydi. Pastda demak Telegram sahifamizni qoldirdik. Imkon qadar Telegram sahifamizga kirib obuna bo'ling. Bizni demak kanalimiz nima deydi, rekomendatsiyaga chiqishi uchun bizning demak kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Darsning keyingi qismi demak keyingi haftada taqdim etiladi.